2025 yilgi Chevrolet Spark ixcham shahar avtomobillari orasida o'zining yangilangan dizayni, samarali ishlashi va zamonaviy funksiyalari bilan ajralib turadi. Bu model kichik hajmli bo'lishiga qaramay, ko'p jihatdan amaliy va zamon bilan hamnafas avtomobil hisoblanadi. Chevrolet Spark asosan budjetni e'tiborga olgan xaridorlar uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, 2025 yilgi modelda ko'plab yangi funksiyalar va tashqi o'zgarishlar mavjud. Avtomobilning old qismining dizayni yangilangan. LED faralar, sport uslubidagi bamper va keng radiator panjarasi orqali u yanada jozibali ko'rinishga ega bo'lgan. Kichik o'lchamlari tufayli tor ko'chalarda va mashg'ul avtoturargohlarda yurish oson. Model 15 dyumli gildiraklar bilan jihozlangan va yangi ranglar assortimentiga ega. Ayniqsa, yoshlar orasida ommalashgan Spark endi yanada ko'zga ko'rinadigan dizayn bilan taqdim etilmoqda. Kapoti ostida 1.4 litrli, 4 silindrli benzinli dvigatel joylashgan bo'lib, u 98 ot kuchi ishlab chiqaradi. Dvigatel avtomatik tilt uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi va bu harakatni silliq va samarali qiladi. Yoqilgi sarfi o'rtacha 5.8 litr 100 kilometrni tashkil etadi. Bu esa uni tejamkorlik bo'yicha eng yaxshi variantlardan biriga aylantiradi. Shaharda harakat qilish uchun bu avtomobil ideal tanlov sanaladi. Ichki dizayn oddiy, ammo amaliy. 7 dyumli sensorli ekran bilan jihozlangan multimedia tizimi orqali siz Apple CarPlay va Android Auto funksiyalaridan foydalanishingiz mumkin. Avtomobil Bluetooth, USB va ovozli buyruqlarni qo'llab-quvvatlaydi. Old o'rindiqlar qulay va yetarlicha joyga ega, orqa o'rindiqlar esa kichikroq bo'lsa-da, qisqa masofalarga yetarli hisoblanadi. Yukxona kichik, biroq orqa o'rindiqlar bukilsa, joy ancha kengayadi. Xavfsizlik borasida 2025 Chevrolet Spark sezilarli darajada yangilangan. Avtomobil orqaga qarovchi kamera, elektron barqarorlashtirish tizimi, apps, 4 dona havo yostig'i, avtomatik tormoz tizimi va harakatlanayotgan transport vositalarini aniqlovchi tizim bilan ta'minlangan. Bularning barchasi haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini maksimal darajada ta'minlaydi. Ayniqsa yangi haydovchilar uchun bu juda foydali bo'ladi. Umuman olganda, 2025 Chevrolet Spark o'z sinfidagi eng balansli modellardan biri hisoblanadi. U tejamkor, ishonchli, ixcham va zamonaviy funksiyalarga ega. Dizayni yoshlar uchun jozibali, narxi esa ko'pchilik uchun maqbul. Shahar haydovi uchun ayni muddao bo'lgan bu avtomobil O'zbekistonda ham ko'plab xaridorlar e'tiborini tortmoqda. Agar sizga bunday avtomobillar haqida ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, Autotar kanaliga hoziroq obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang.